Chunki moyak bu zavod. Juda ham oddiy qilib tushuntiraman. Bu zavoddan farzandli bo'lish uchun spermatozoidlar ishlab chiqariladi. Bu savol tug'ilishining asosiy sababi bir kunning o'zida oldimga ikkita meditsina xodimi keldi. Moyagingizni kichkinaligini bilarmidingiz? Qanday qilib siz moyagingizni hajmi haqida informatsiyangiz yo'q. Faqatgina jinsiy holatda razmeriga qiziqmasdan, shu o'zi uchun eng kerakli bo'lgan organlardan bittasi moyaklarning razmeriga ham qiziqish kerak. Moyak kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, birinchi o'rinda kelajakda farzand ko'rishdagi qiyinchiliklarga olib keladi. Va bu bemorlarni keyinchalik biz mikrotez operatsiya qilib, ba'zilarida urug'lar topganmiz, ba'zilarida bo'lsa urug' topa olmasdan bular endi butun umr bepushtlik tamg'asi bosilgan holatlar ham bo'lgan. Erkak kishi uchun moyaklarning hajmi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Hattoki jinsiy holatda hajmidan ham, ya'ni jinsiy holat kattaligidan ham moyakning hajmi, moyakning kattaligi muhim hisoblanadi. Chunki moyak bu zavod. Juda ham oddiy qilib tushuntiraman. Bu zavoddan farzandli bo'lish uchun spermatozoidlar ishlab chiqariladi. Va bundan tashqari bu zavoddan testosteron. Testosteron bo'lsa, hammalar o'ylagan faqatgina jinsiy holatni ko'tarish, jinsiy holatni turgizish, ehtiros uchun emas, balki erkaklarni motivatsiyasi uchun, erkaklarni erkak bo'lishi uchun, erkaklarni fiziki quvvati uchun, hamma narsa uchun shu aynan testosteron degan gormon javob beradi. Va aynan testosteron moyaklarda hosil bo'ladi. Xo'p, moyaklarning hajmi shunchalik muhim ekan, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari umuman olganda shu barcha erkaklar moyaklari hajmi haqida informatsiyaga egami yo'qmi degan savol tug'ildi. Bu savol tug'ilishining asosiy sababi bir kunning o'zida oldimga ikkita meditsina xodimi keldi. Bittasi feldsher bo'lib ishlaydi, bittasi doktor. Hali o'qishni tugatmagan doktor. Endi baribir shu meditsinaning ichida yurgan bola. Ikkalasida ham azospermiya, ya'ni urug' foizlari 0. Va ikkalasida ham moyaklar kichkina. Bittasida 5-6 kubik santimetr, normada eslataman 15 dan 20 gacha bo'lish kerak. Yana birida bo'lsa 7-8 kubik santimetr. Ya'ni bittasida 3 barobar, bittasida bo'lsa 2 barobar kichkina. Bularga shunday savol berdim. Moyagingizni kichkinaligini bilarmidingiz? Va har ikkalasidan ham, hatto meditsina xodimi bo'lsa ham bir xil javob eshitdim. Yo'q, e'tibor bermaganman. Keyingi savol yangradi. Qanday qilib siz moyagingizni hajmi haqida informatsiyangiz yo'q? Aniq razmeri bo'lish shart emas bu yerda. Shunchaki moyagingizni kichkinaligi haqida bilarmidingiz deganimda ham yo'q. Endi meditsina xodimi o'zini organizmiga qiziqmagandan keyin boshqalar qanchalik qiziqadi degan maqsadda Instagramga shu istoriya joyladingda, istoriyada shunday gaplar bo'ldi. Siz moyagingizni hajmi haqida bilasizmi degan istoriya joylaganimizda u yerda 360 dan oshiq insonlar javob qoldirishdi. Va bularning 62% moyagini hajmini bilmas ekan. Javob berganlarda 35% bo'lsa, moyaklarning hajmi o'rtachaligi, ya'ni bu haqida ushlab ko'rib yoki umuman olganda informatsiya borligini aytgan. Qolgan 3% kuzatuvchilar bo'lsa, moyak nima degan javobni qoldirishgan. Shu yerdan javob kelib chiqadi. Xo'p, moyak deb qayta-qayta aytamiz. Bu qanchalik muhimligi haqida aytamiz, lekin odamlar nima uchun qiziqmayapti, erkaklar nima uchun qiziqmayapti? Faqatgina jinsiy holatda razmeriga qiziqmasdan, shu o'zi uchun eng kerakli bo'lgan organlardan bittasi moyaklarning razmeriga ham qiziqish kerak. Sizni moyagingiz hajmi kattami yoki o'sha kichkinami, oldindan shu uy sharoitida aniqlashingiz uchun taxminiy aytaman. Xo'p, kinderning ichidan chiqadigan hali sariq kichkina o'yinchoq bilamiz hammamiz. Bu moyakni eng katta hajmiga to'g'ri keladi. Bundan ko'ra nisbatan biroz kichkina bo'lsa ham bu norma hisoblanadi. Agar moyagingizni hajmi bedanani tuxumichalik bo'ladigan bo'lsa, u taxminan 7-8 kubik santimetrlar to'g'ri keladi. Demak, sizda moyagingiz yaxshi rivojlanmagan. Sizni zavodingiz kichkina, urug' ishlab chiqaradigan, sizni testosteron ishlab chiqaradigan zavodingiz kichkina. Eng oddiy narsa moyak hajmiga ahamiyat berish kerak. Qolaversa, bu moyak hajmiga faqatgina yosh kattalar emas, ota-onalar o'zini farzandi uchun ham moyaklarning hajmiga e'tibor berish kerak. Moyakning hajmi necha yoshda qancha bo'lishini bo'lsa, hozir bu yerda jadval qoldiramiz.
ushbu jadvalda har bir yoshda moyak hajmi qancha bo'lishini aniqlash mumkin. Endi bu jadvalga ko'ra moyak hajmi normadami yoki yo'qmi bilish uchun bo'lsa, albatta UZI Doppler tekshiruvi o'sha UZIchilar moyak hajmini aniq o'lchamlarini beradi va qog'ozga qarab turib va shu jadvalga qarab turib siz o'zingiz o'sha farzandingizni moyagi yoshiga xosmi yoki bo'lmasa kichkinami aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, moyak kichkina bo'lib qolsa nimalarga olib keladi? Moyak kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, birinchi o'rinda kelajakda farzand ko'rishdagi qiyinchiliklarga olib keladi. Moyak kichkina bo'lib qolishining sabablaridan biri qayta aytadiganimiz, o'g'il bolalarda 12-13 yoshgacha bo'lgan davrida asosiy moyaklarni rivojlantirib beradigan gormonlar aynan qalqonsimon bezidan chiqadi. Qalqonsimon bezni funksiyasi yaxshi ishlamasligi oqibatida moyaklar kichkina bo'lib qolishi va bu kelajakda azospermiya, ya'ni urug' fozlari 0 bo'lib qolishiga yoki bo'lmasa moyak hajmi kichkina bo'lib, oligospermiya, ya'ni spermatozitlar soni kamayib ketishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari moyak hajmini kichkina bo'lishiga olib keladigan narsalardan biri bu yoshlikda o'tkazilgan travmalar. O'sha o'zimizni odatiy shu futbol o'ynashda yoki boshqa hazillashda, urushda, ko'chada, boshqa holatlarda olgan travmalarimiz hisobiga moyaklarda qon aylanishi buziladi va moyaklar hajmi kichkina bo'lib qoladi. Shu kunlarda bir bemor bolani dadasi olib keldi. Dadasining so'zlariga ko'ra, bassenda cho'milayotgan paytda moyaklarni urib olgan va moyaklar qizarib ketgan. 2-3 kundan keyin bizga olib keldi. UZI qilib ko'rganimizda moyaklarda qonash bo'lgan, gematoma deymiz, ichki qon ketish bo'lgan. Yaxshiyamki bolada yomon asoratlarga olib kelmagan, lekin shu qonda, ichki qon ketishda gematomani so'rilishi uchun dori-darmonlar yozib berdik va inshaalloh o'ylaymiz, kelajakda bu bolada hech qanday muammolar bo'lmaydi. Xo'p, bundan tashqari yana moyaklarda kichkina bo'lib qolishiga olib keladigan asosiy narsalardan biri bu kriptarxizm hisoblanadi. Kriptarxizm bo'lsa, moyaklarni tepada joylashishi, ya'ni moyak xaltasida emas, tepada joylashishi. Ba'zi bir holatlarda bemorlar o'zlari e'tibor bermaydi. Ularni ota-onasi ham e'tibor bermaydi. Moyaklar moyak xaltasiga tushmagan bo'ladi. Hattoki moyagini moyak xaltasiga tushmasdan uylangan bemorlar ham kelgan. Ya'ni uylangan, bola ko'rishda muammo bo'lgan, xotinini tekshirtirgan, как обычный, klassический. Xotinida muammolar chiqmagandan keyin o'zi borib urug' analizi topshirgan, 0, urug'lar yo'q. Bizga murojaat qilib kelgan. Biz tekshiruv qilganimizda moyak yo'q. Moyak xaltasida emas, tepada qolib ketgan. Va xuddi shunday bemorlardan tepada qolib ketgani uchun moyaklar o'smaga aylanib ketgan holatlarni ham ko'rganmiz. Va ba'zi bir holatlarda bo'lsa, moyaklarni o'z vaqtida pastga olib tushmaganligi natijasida moyaklar tepada qolgan va yaxshi rivojlanmagan, kichkina bo'lib qolgan va moyaklarni pastga olib tushganda bo'lsa, moyaklar to'liq rivojlanmagan. Natijada bu bemorlarda urug' 0 bo'lib qolib, azospermiyaga olib kelgan va bu bemorlarni keyinchalik biz teze, mikroteze operatsiya qilib, ba'zilarida urug'lar topganmiz, ba'zilarida bo'lsa urug' topa olmasdan bular endi butun umr bepushtlik tamg'asi bosilgan holatlar ham bo'lgan. Moyaklar mavzusi bilan juda ham turli xil holatlar yuzaga keladi. Shulardan bittasi, ba'zi bir bemorlarda bitta moyak rivojlanadi, ikkinchisi rivojlanmay qoladi. Bunday holatlarda rivojlanmay qolgan moyakni odatda olib tashlash kerak bo'ladi. Agar bu bemorda farzand ko'rishda muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, aynan spermogrammada muammolar bo'lsa. Chunki o'sha buni juda ham oddiy qilib tushuntirishga harakat qilaman. Har ikkala moyak uchun bosh miya bitta a'zo sifatida ishlaydi. Va natijada bosh miyadan chiqayotgan gormonlar ikkala moyak uchun bir xil beriladi. Kichkina moyak uchun e'tibor ko'proq chiqishi natijasida bo'lsa, bosh miya shu normal holatdagi moyakka ham noto'g'ri informatsiya yuborish natijasida o'sha normal holatdagi moyak ham yaxshi ishlamaydi. Va natijada bemorda o'sha spermani sifati tushib ketishiga, spermani sonining kamayib ketishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari bemorlarda shunday holatlar bo'lgan, bitta moyak bilan tug'ilgan monarxizm deyiladi. Bunday bemorlar ham shunday savollar beradi. Shu menda moyak tug'ma bitta. Ikkinchi moyak aniqlanmagan, hech qayerda yo'q. Bu bilan men bemalol bolali bo'la olamanmi? Albatta bitta moyak bilan ham bolali bo'lsa bo'ladi, faqatgina bu moyak razmeri va buni ishlashi yaxshi bo'lgandagina. Xo'p, buni razmeri va buni qanday ishlayapti bilish uchun oddiygina
Uzi Doppler tekshiruvini o'zi yetarli. O'g'il bolalar moyak mavzusida yana qandaydir bir savollar bo'lsa, bizga kommentariyada yozib qoldiring. Albatta bularga javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, yosh bolalarda moyakni qanday rivojlantirish kerak, qaysi etapda nimalar bo'ladi, bular haqida to'liq yoritib berish uchun yaqin kunlarda bolalar urologi bilan birga podkast uyushtiramiz va bu podkastda o'sha farzandingiz uchun, ya'ni farzandingizning kelajagi uchun nimalar qilishingiz kerak, farzandingizni farzandli bo'lishi uchun bugundan boshlab qanday narsalarga e'tibor berishingiz kerakligi haqida to'liq ma'lumotni yoritib beramiz. Agar sizda moyaklarga xos qandaydir muammolar bo'lsa, qabulga keling, albatta sizga amaliy yordam beramiz. Video sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Video ko'proq tarqalishi uchun like bosamiz va obuna bo'lamiz.